Uyda yolg'izmisan? Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nerdan olasan? Appangni yeridan olaman. Ota-onang qayerda? Ota-ona qalbda bo'ladi, u suytoy bo'ladi. Pullar nerda turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul meni nerdaligimni biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. 7x8. Keyingisi, Yosh bola ekansan, ha? lekin meniki katta. Orzularim. Yaxshiroqda chiqadi hozir. Ey amaki, to'g'rimi hozir shu ishinglar? Sekadini. Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlarmi? No'shatish kerak. Nos chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapir. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarodda o't to'lib yotibdi. Shuni yulinglar, men sizlarga naq sanab beraman. Davay. Ichasizlar-a, bilmaysan. Tursunboy aka, uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'qsan, kashi ichyapsanmi, onangni yemayapsanmi? Bular kim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar-da, sal toza qilinglar. Ishlatajak buni janob kirib. İşletecekti. Menimcha pes yuyacak. No. Noto'g'ri tushmanglar. Qo'shnim bu nonga kelganda. Tursunboy aka, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Seni opang no deydi. Men erkak. Ot butini yig'ishda pullar qayerda? Nerda? Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tursunboy aka, siz menga non beruvdingiz-ku. Men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashab ket. Lala kuzurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Pul nerda pul? Dada? Dedangmasman men sening. Oyi. Yo'g'ore. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashlab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada, Ha, bolam. oyi. Yo'q. Voy, yetim aka. Ayting, oyi. Labe bolam. Sut ichaman. Bormi senda shu? Sut deyapti bu garang. Sut mendan nima qiladi? Ha, o'shatan. Nonni ishatasan endi. Hey, zaharni qo'shaman, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Ava, shunday. Olib ketdik davay. Men bolajon suting tayyor. Men mol sutini ichmayman. Ya onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Be bolajon bitta ichib ko'r, shunaqa shirin mazasi voy uni qara. Ne öldü? Apang o'ldi. O'ldi apang. Ey apangni! Ey apangni! Skamin ishi. Hayotim shundan mo'sur tashlab oling, sabr qilib turgin. Aka. Da oka. Bu kim, sevgan qizingmi? Da? Sen sevadimi? Ha, mana uni sevaman. Baloni yebsan. Bu seni BMW borligi uchun gaplashyapti. Agar mana shu mashinang bo'lmasin, bir kunda tashlab ketadi ishon. Nima duosi aka? Qanaqa bevul, men o'zim krasavchik bo'laman, o'shaning uchun meni sevadi bu. Dahshat krasavchik ekansan. Menga desang o'lib ketmaysanmi? Bu hayotda hamma manfaat uchun gaplashadi. Bilib qo'y shu gapimni. Bilib qo'ying, bu hayotda sevgi bor narsa. Ya sevish menga desang o'ldi. Ketdi hayotim. Haydaysanmi? Jonim, chiroyli bo'lib ketibsanmi? Mana buni tug'ilgan kuningga oldim. Kel bo'yniga taqma. Shilta. Yaxkeda. Hozir. Ha, aka, tinchlikmi? Sevgan qizingmi? Ha, bir-birimizni sevamiz. Baloni yebsan. Bu seni boyliging uchun, mana shunaqangi sovg'alar berishing uchun bu seni yaxshi ko'radi. Agar bermay qo'ygan bir kunda tashlab ketadi. Bo'lmagan gap. Bizning muhabbatimiz chin. Muhabbat bormikan hayotda? Ishon, bu hayotda hamma manfaat bilan gaplashadi uka. Ishing bo'lmasin sani. Kel, jonim taqa. Yo'l, jon, boshqa joyda ber, bor, meni ko'zimning oldida berma. Yur, nariyoqda beraman, yur. Mazmunsiz yillar. Akajon, Tinchlikmi? anchadan beri sizni kuzataman. Kiyimlaringiz ham kir bo'lib ketgandir. Olib chiqing, hammasini yuvib beraman. Tavba qildim. Bu hayotda manfaat uchun gaplashmaydigan qizlar ham bor ekanda. Hozir 1 minut olib chiqaman. Xo'p. Ketib qolmang. Ketib qolgan 5 daqiqa. 1 minut. 1 minut. Voy, o'lagimcha toza yuvdingiz. Hidi ham bormi? Atir sepganmisiz? Yo'q, kiyimlaringizni Himson porshoqlarda yuvdim. Buni kapsulalari ham bor. Kiyimlaringizda shiroq keltirib turadi. Yana ranglarni ham o'chirmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, hamyon bor. Sen ham bilaman, kelishgan yigitman. Ko'p qizlar lekin pul uchun, manfaat uchun gaplashadi. Siz nega meni tanladingiz? Mendan nima xohlayapsiz? Akajon, sizdan hech narsa kerak emas menga. Voy, o'ylay asalcha.
Faqat kameraga qarab shundoq qo'lingizni ko'tarib rahmat deb bering iltimos. Blogermisan? Kontent olyapsanmi men bilan? Reklamangni men bilan olyapsanmi? Turqiginangga sani. Bor yo'qol. O'zi bu hayotda 3 xil xilqat bor ekan. Bittasi manfaat uchun, bittasi pul uchun, bittasi kontent uchun. Yo'qol singlim. 3 gacha sanayman. 5 ta harf bo'lasan. Bobur aka. Anu ammamni qizi so'rayotgandi. O'sha kuni o'tirgan restoranlarni gaplashib bersin. Ering bloger-ku deb shuni gaplashib bering. Bo'pti. Hozir nomerni berib yuboraman. Men nomimdan chiqsam, skitka qilib beraman. Xo'p, rahmat. Bobur aka, amakimni o'g'li so'rayotgandi. Ering bloger, yaxshi mashina sotadigan tanishi yo'qmi deb so'rayotgandi. Gaplashib bering. Bo'ldi, bitta nomer beraman. Men nomimdan chiqsam, kelishtirib chiroyli qilib beradi. Xo'p, rahmat. Bo'pti, salom ayt. Dadasi to'xtang. Pochcham aytayotgandilar, dachaga chiqishmoqchi ekan. Ering bloger-ku, yaxshi dacha tanishi yo'qmi deb so'rayotgandi. Yaxshi ham bloger ekan, qara. Bronlar uz sayti bor. O'sha yerdan xohlagan dachasini 2 minutda bron qilsa bo'ladi. Boshiga 15% to'laydi, qolganini dachaga kirgandan keyin to'laydi, tushundingmi? Yana eng zo'r tomoni dachani o'zini egasidan oladi. Shu yerda ham 20% yutsa bo'ladi. Ishonchlimi, ish qilib aldanib qolishmaydimi? Ishonchli, o'zimiz ham, yaqinlarimiz ham, qarindosh urug'lar ham o'sha saytdan ketyapti. Yana eng zo'r tomoni shu paytgacha 10 mingdan oshiq odam o'sha bron qilgan mana shu saytdan. Tez o'sha saytga kirsinda, tez dachalarni bron qilib olsin. Hech kim qolmadimi? Katta xolang, ammang iltimos qilmadimi hech kim? Yo'q, degan yo'q. Yana bu saytdami? Xo'p, aloqadaman. Любой payt xizmatdaman, 24/7, xo'p? Aka, tarvuz qancha? 200 ming aka. 200 ming? Ha, 200 ming. Marojni qancha? 100 ming. 100 ming? Ha, 100 ming. Yalagichmi? Ha, jo'roq qancha? 400 ming. Ha, bu aka meni kiyimimga qarab narxlarni qimmat aytyapti. Bu meni boyvachchaligimni bilib qoldi. Hozir men bunga ko'rsatib qo'yaman. Qani bir akani sinab ko'ramiz. Rahmat. Aha aka, sifatli popkorndan yeyapsizmi? Hozir bu trenddada hamma shundan yeyapti. Qancha ekan bu aka? Bu mana qara alkash, bor xolos sheringga berib yubordi. Bor ket. Aha aka, sifatli popkorndan yeyapsizmi? Hozir bu trenddada hamma shundan yeyapti. Qancha ekan bu aka? Bu mana qara alkash, bor xolos sheringga berib yubordi. Bor ket. Men tushundim. Sanlar borki, odamni kiyimiga qarab gapirasanlar ekan. Tushundim, zamon shunday bo'pti-da, ha? Nimaga bu yaqindan qaytyapsan, qimmat kiyimlaringdami? To'g'ri qol. Dadasi, 2 soat bo'ldi kelganimizga shunchalik uncha bo'lib ketganmisiz-ey? Bilmayman, mana shunaqa yosh o'tgandan keyin men bilmayman, mana shunaqa injiq bo'lib qolganman. Shuncha zo'r kapsulali kiyimlar bor. Yana borki 40% chegirma. Yo'q-ey. Hamma skidkada. Olgim kelyapti. Hozir biz premium brendga kelganmiz. Shunaqangi endi zo'r kiyimlar bor. Bu nechi razmeri? Tanlolmayaptilar. Yaxshi, mana shu 44 yaxshi. Alisa, Bobur Mansurovni taniysanmi? Albatta Bobur Mansurovni bilaman. U mashhur aktyor, rejissyor va prodyuser va ko'plab filmlarda rol o'ynagan. Shuningdek, u Sevgi iztirobi qalbim seniki, Sevgi va nafrat kabi seriallarda ham ishtirok etgan. Bobur Mansurov rejissyor. Ayamlar dadam hayron, qancha o'ynagansan kerak. Chinobod deganda hammani xayoliga o'sha Chinobod sanatoriyasi kelsa kerak. Mana o'sha sanatoriyaga kelganman. Dahshat, daraxtzor, salqin, soya salqin, maza. Ota-onamni shaqa dam olishga olib kelganman. Hozir telefon qilsam, "Aya, dada, men keldim" desam, "Konsertdamiz o'g'lim, keyinroq qor" deyaptilar. Konsert dahshat bo'lyapti. Hamma xursand. Endi ota-onamni topib olsam bo'ldi. Dam olishdan qanday bo'lyapti aka? Bo'lgani nima qildi?
Sharoitlar qanday, ayajon? Sharoitlar zo'r. Har yili sanatoriyalarga dam olishga jo'natasan, lekin bunisi Chinobod umuman boshqacha ekan. Daraja sizga yoqdimi? Zo'r, yaxshi, hammasi. Mana koridorlarni qaraydi, mana qanday chiroyli qo'yishibdi. Gostinsa. Bu kutish zallarini qaranglar. Xonaga kiramiz, qani? Rumtur. Sharoitlari zo'r. Gostinsa-ku rost, ha? Alitsiya ham bormi? Ha. Licheniyalar qanday? Licheniyalar. Voy, davolanish licheniyalari hammasi yaxshi. Topganlaring to'ylarga bersin bo'lamiz. Onajon, qanday dam olish bo'lyapti? Yaxshi. Maza qilyapsizlarmi? Sharoitlar zo'rmi? Sizni ko'rganda toza ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Rahmat. Hammada kayfiyat zo'r, maza qilib dam olishyapti. Hammaga nasib qilsa, ota-onasini mana shunday sanatoriyalarda dam oldirib, ularning duolarini olish. Dam olgim keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo o'lay. Artist. Ana artist. Petrushkami kim endi? Rayhonman. Rayhon, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy muxlisingizmiz. Birga uchamiz ekanda, ha? Ha, shunaqa. O'tda ko'rishamiz, o'ting biz tomonga ya. Rayhon, men sevaman. O'chini eri bor. Qani? Ha? Mana. Qani? Mana. Asalcha. Rostomizku. Asta sezdirma. Yana bitta qara. Bitta qara. O'zi. Qachon nima qilyapsan? Hammang kelma endi. Hammang kelma, onasini ham sen. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sovqatmayapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman. Churi. Yeri bor, mol. Yo ichma napitkasini nima ichyapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bor agar malol kelmasa. Rosa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Enasinikiku. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Ammo rasmini tushunqan, ko'ranichi kim ekan? Rayhon-ku, menga yoqmaydi. Gruppadagilar, men O'zbekiston havo yo'llarida biznesda Rayhon bilan uchaman. Ovqatlarni qaranglar, ovqatlari вообще zo'r ekan, вкусно. Rayhon jo'ra bitta bularga qalaysizlar devor. Aka, to'g'risi jonimga tegdi. Tinch qo'yinglar mana. Kibir ekan-ku bu. Hurmatli yo'lovchilar, o'z joyingizga o'tirib olinglar. Bo'pti, kabach kim edi isming? Rayhonman. Rayhon. Vino ichasanmi yo'qmi? Yo'q. İçmeseyim bizga olib ber, bizni limit tugadi, orqada ichamiz. Davay. Men sevaman. Sevma shuni, nimasini sevasan? Nimasini sevasan? Vino beryapti bo'ldi. Men Rayhonni ko'zini sevaman. Ko'zingizni sevan, ko'zingizni qising siz. Mana qo'ying. Turgan butganni sevaverasiz ekanda siz. Voy sukar desang ham sevyapsan. Yo'q, kerak emas, endi hech kim kerak emas. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sovqatmayapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman. Churi. Yeri bor, mol. Yo ichma napitkasini nima ichyapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bor agar malol kelmasa. Rosa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Enasinikiku. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Issiq juda. Uyda o'tirib bo'lmaydigan darajada issiq juda. Cho'milmay ko'chaga chiqib qolsang agar sassiq juda. Kechasi uxlab bo'lmaydigan darajada issiq juda. Anomal issiq juda. O'tgan yil olgan ventilator kuydirib o'ldi, ishiga sal qoldi. Skvasnyakda uxlayman desam, dilimni oldirib qo'ydi. Issiq juda.
aka shundoq mashina itarishib bor, Yo'q, aka, itara olmayman. Nimaga, tinchlikmi? Bir marta itarib tavba qilganman. Nima bo'lgandi o'shanda? Xullas, bundan 1 yil oldin O'sha kun begim kuni edi. Men bir akani mashinasini itarib, u bilan do'stlashib qoldim. Unga nomerimni berdim, gaplashib turamiz dedim. Ishonasizmi yo'qmi, bir-birimizga xarakterimiz rasa tushdi. Biz birdaniga do'stlashib ketdik. Men uni kuldirib turardim, u esa meni kuldirib turardi. Birinchi marta umrimda mashina itarib baxtiyor edi. Birgalikda raqslar tushardik, o'ynardik, kulardik. Kunlardan bir kuni u Abidani suvlardan olib ketdi. Men bu suvni bilaman desam, u yo'q dedi. Men Abidani limonligini ichardim. U esa maxitoligini ichardi. Ishonasizmi, limonligini ta'mi shunaqangi voy yomon bijirlatadi yuzingizda. Kunlardan bir kuni o'sha kun keldi. Itaring o'rtoq. Itaryapman, bosing. Voy. O'rtoq, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. hech narsani tushuntirma. Eshitishni ham xohlamayman. Nega mashinangizni begona itaryapti? Men nima qilishim kerak edi o'rtoq? Mashinam o'chib qolgandi. Hozir chaqirdim shuni iltimos qilib. Telefon qiling edi menga. Men kelib o'zim itarardim. Telefoningizga dasturpinli bo'lib turganda men nima qilishim kerak? Telegram yo'qmi? Telegramdan qilmadingiz-ku. Men o'zim itaraman degandim-ku sizga. Nega begonaga itartiryapsiz? Yomon gumonga boryapsiz Yo, o'rtoq. men gumonga emas, ko'rganimga ishonaman. Itarib yotibdi mana bu. Telefoningiz ishlamadi, ishlaganda men o'zimga taqdirgan bo'lardim mashinamni. Tushuntirmang umuman. Do'stligimizga abadiy chek qo'ydim men. Itaraymi? Boring, siz ham. Aka, siz ham odamiga qarab itarmabsiz-da. Odamni qanaqaligini mashinasini itarganingizdan keyin bilasiz ekan. Dadam. Marojni yalayapsanlarmi? Bittan yo'talgan din yirtaman. Nima bilan qilyapti? Sharikqa. Ishir bolam. Dada, 1 soat o'tirasan tualetda. To'xtab tur. Nima chekding? sigaret. Ol bolam. Hammasini tiq og'zingga. Tort. Tutun orqangdan chiqsin. Orqangdan chiqar tutunni. Chiqmayapti. 14 человек расстрелял сегодня в парламенте швейцарского кантона Цуг неизвестный преступник, переодетый в полицейскую форму. Нападавший покончил с собой на месте преступления. Qo'lning qichyaptimi? Ko'ryapman. Budka birontay degan qo'ling sindiraman. Ani shaptolini olib ber, shaptolini. Yashaylar. Zo'rmikan? Abida zo'r. Ich. Oxirigacha nafas olmasdan ich. Qo'rq to'ldimi? To'ldi. Endi bir sutka tualetga kirmaysanlar. Qistasa ham qisib o'tirasan, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. Abida, hammani maftun qilding. Ayoni nima qil, qanday ta'min chiqargani biriga bir olgan-ku. Tegma. Tegma jonim, nima qilyapsan? G'alati bo'lyapman. O'zim mazam yo'q jonim. Tegma. Jonim, shani shivoma dishishimdan chiqib qolibdi-ku. Dada, O'zingga yoqqan pozani tanlab olam. Şeker kollarından şerbet içermen. Soflan! Voy o'lay. Soflan!
Dadam voyiniydan pensiyaga chiqqan. Komanda berishga o'rganib qolgan. Xo'p deb turaver, xo'p. Tarqal! Tarqal! Tushunmadim askar yaxki. Nima senga adin taklifnoma kerakmi, ha? Ha, uzr dadajon, men Dadangiz uyingizda bo'ladi. Astavet qaytarilsin. Kelin uchun hamma o'ntada anjumani. Kelin uchun. Qil, sassiq askar, qil. Asabga tegma, sassiq. Sen bu bolang bor, turay. Sen ham bolang homilador bo'lsan. Rota, подъем! Подъем! Qayerda yursan? Ana ona qilyapti. Nimani aniqlayapsan? 14 sekundda kelishing kerak edi. Kelin qani? Tushunmadim, kelin necha sekundda kelyapsiz? Ha? 13 sekundda askar mana shu yerda bo'lish kerak. dada bo'yandimda. Gap qaytarmaydi askar. Kelin uchun hamma presidaniya 10tada o'tirib turamiz. Hay, ber. Sen o'tirma, bolang bor. Sen bolang bor turibman. Kelin Ruslan. Nima qilyapsiz? Dada kiryapman. Qo'lda yuviladi, tushundingizmi? Bunga qancha ko'p kir yuvsangiz, shuncha eskirib qolishi mumkin. Bundan keyin qo'lda yuvasiz, tushundingizmi? Dadajon, nimaga? Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi, askar. Yomon qilaman lekin, borasan tegmanglar. Qomat, Ruslan. Nima qilyapsiz, kelin? Xaldingning eshigini ochib turmaydi, u buziladi, kelin. Xo'p, dadajon. Xo'plamang menga. Xo'plab hamma ishni qilyapsiz-ku. Dada, bo'ldi-da endi. Men ataylabdan Larettoni sifatli texnikalardan olib kelganman. Bular uncha-munchaga buzilmaydi, dada. Chunki Italiyani texnologiyasida ishlab chiqarilgan. Motoriga 10 yil, servis garantiyasi 3 yil. Dada, bechara keliningizni ham qiynavordingiz. Maza qilib ishlatsin shu Laretto texnikalarni. To'g'ri aytasan, bola. Bechora kelinimni ham qiynavordim. Bu ham birovning qizi. Bo'pti, kelin. 10 ta arjumani qiling, 15 marta o'tirib turing. Sen 20 ta arjumani 15 ta o'tirib turasan. Dada? Dadang ko'chada bo'ladi, buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Voy dadasi. Nima dadasi? Bor turnikka tortin dedim senga, turnikka bor. Dadajon, men nima qilay? Sen erkak bo'l. Sen erkak bo'l. Cross bugun senga 3 kilometr. bo'ladi. Yo'q, men erkak. Voy, sen Bir qarab o'ting bizga leytenant. yaxshilab qidir. Hey! Uyimizda chota kimdir bormi? Uyda odam bor ekan. Alo. Ding dong. Ding dong deyapti. Chiroyli qiz ekan. So'nggi nafasgacha bo'lmaymiz ayro. Senga jonim fido, senga jon fido. O'g'lik qilaylik. Sevyapsanmi? Qani, nima bo'lyapti? Yuragim chota tez uryapti. Milsa keladi, hozir ketaydi. Tualet suvini bosmadi, bosib qo'ying. Chanqadim. O, Abida. Sen meni shirin ta'ming bilan tentak qiling. Abida seni ta'mi bilan tentak qilgan bo'lsa, sen esa meni ketaydiga kompot. Do'stim, men bu qizga ko'zimni bermoqchiman. Sevib qoldim uni. Sen jinnimisan? Jim beraman. Xullas, sizni sevib qoldim. Agar yo'q demasangiz, men sizga o'zimni ko'zlarimni bermoqchiman. Yo'q, shart emas. Lekinchi ko'zingiz ko'k bo'lsa, zo'r tushardi-da. Endi borida. Meniki sal ola. Qayerga ketyapmiz? Doktorga ketyapmizmi? To'xtab turing, Rustam aka ketayotgan. Rustam aka! Siz meni tashib ketganga xor bo'lasan degandingizmi? Hech qachon xor bo'lmayman. Men bittaga sevdi, ko'zini ham beraman dedi. Cho'zaytag'in. Yo'q. Ish ichsa o'yinmi bu? Nima o'yin bu? Ko'ryapsanmi sen? Men sizni aldagandim. Yo, nega aldingsan? Zachем? Ha?
Zachем ya bir juvon bo'lsam. Yo bu mashinlikning yangi turimi nima bu? To'xtang, siz men qalbimni o'g'irladingiz. Qalbingga bor-ku, seni qalbingga bor-ku, seni qalbingni o'g'irlagandan ko'ra uyingni o'g'irlaganim ma'qul edi. Aka, $100 bersam shu do'stingizdan kechasizmi? Ya, nima deyapsiz? Do'stlik pul bilan o'lchanadimi, aka? Ikki xonali uy bersam kechasizmi do'stingizdan? Qarang, do'stingiz yoningizda bo'lsa, hech qanaqangi uy ham kerak emas. Ishoning, quchoqlasam bag'rimiz siydi. Gelik bersam kechasizmi shu do'stingizdan? Aka, boring boshqadan intervyu oling, iltimos. Do'stlik temirdan ustun. U temir-ku gelik, to'g'rimi? Ha, bo'pti aka, qarang. Mana shu qizni nomerini bersam do'stingizdan kechasizmi? Aka mujik bo'ling, bering nomerini, men jo'ramdan kechdim. Bitta qiz uchun jo'rangdan kechding-a, bilos. Gelikni oqatyapmi? Mana suyuqlik topib keldim. Buni ichganingdan keyin ko'rinmas odamga aylanasan. Keyin do'konga o'g'irlikka tushamiz, hech kim seni ko'rmaydi. Yo'q-e. Manchimi? Ha, ich. Mana ichib. Qani? Yo'qmi? Ko'rinmayman. Mana, yo bumi, yo bu ham emas. Ko'rmayapti. Yo'q. Ketdik, davay do'konga. Do'konga. Kel, orqamizdan kel, qayerda? Qara. Voy, Payna. Keldingmi magazinga? ha yoningdaman-ku. Qayerdasan? Ko'rinmayapmanmi rostdan? Yo'q, ko'rmayapsan, ovozing ishlayapti. Qara, sirni palichka ol, qayerda bo'lsang ham. Bo'ldi, mana bu yerda bor ekan. Realni ko'rinmayapmanmi? Yo'q. Ko'rmayapsanmi sen uni? Yo'q, vaqti ko'rmayapman. Ko'rinmayapti. Qayerda bo'lsang ham shakar ol. Pastdan ol. Kimni pastida? Bilmayman. Shakar ol, qayerdasan? Buncha zo'r ko'rinmaslik. Hechbira. Abida suvdan ham olaylik. Bazasi zo'rda buni. Bunda o'zi aksiya ketyapti. Qanaqa aksiya? Abidan ichamiz, rasmga tushirib Telegram botiga jo'natamiz. Dubayga 2 kishilik chipta yutib olishimiz mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho sovg'alari ham bor. Davay. Ko'rinmas, qayerdasan? Shu yerdaman, nima gap? Abidadan bir blok suv ol. Bo'ldi. Tez. Aka, katta rahmat, pulni sherigimiz to'laydi. Bo'ldi. Narsalarni pulni ber. Menga aytyapsizmi? Senga aytyapman, barakalla. Men ko'rinyapmanmi? Otni qashqasi ko'rinib turibsa, pulni ber. Yo, men qanaqa qilib ko'rdim? Hech kim ko'rgan yo'q meni. Mana. Barakalla. Pulni ber deyapman senga narsalarni. Yo, men rostdan ko'rindimmi hozir? Menga nima berdi anolar? Ichirdi-ku nimadir, ichirdi menga. Chumo ishondi. Zo'r bo'ldi, как раз Dubayga 2 kishi ketamiz. Уже qamalibdi. Telegram yulduzlarga chiqdi. Ko'zini qara. Samarqandga sizlar taksi chaqiruvdinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayim. Kenayim? Qani? Akamni yaqini yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z ollaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Borgandan keyin 2 kishini pul beradi. Bo'ldi. Keling, akajon. Kenayim o'tiradilar? Ha, birinchi kelining o'tirsin. Marhamat. O'tir, Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bagajni ochib yuboring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Ke jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men rashqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusiz keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Mana. Tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayim qachon keladi, aka? Bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka, bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi.
Bo'ldi, o'tirdi, haydi. Haydaymi? Eshikda ochmasdan kirdim, a? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Haydi. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday keliningiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulni to'laysizlarmi bering? Pulni nariga to'laydi. Qanaqa? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingda tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Yo, bu aldamaydi bu, mujik bu. Ka 8600 yozing. Mast ayladi, sarmast ayladi. Mening yuraginimga ishqni. Menga qarang, xudo. O'yladi. Shuncha so'radim, aytmadingiz, kuyov bola nima ish qiladi o'zi? Xudo shu sir bo'la qolsin. Vaqt kelsa o'zingiz bilasiz. Ancha shetim ushlayapti-da, xotin. Voydon, dadajon kuyashtin ekan. Ayhan menga yor endi Maysara xonosh damlab shu kun menga yor endi Baqaka dor endi Xudo, o'g'lim operachi. Mana sizga haqiqat. Yaxshilikka bo'lsin, ish qilib ketdimmi? Spur yor xafa qilma yorini Uchiring. Bor o'shalarga bor agar sen sochilni ovqati sho'r ekan mana bu xotinni Jonga tegdi, ajrashaman. Ketma yonimdan ketma sensiz Qanaqa odamsiz o'zi? Senga haqiqat aytsam men mana shu avidan suvlardan ichaman. Buni har xil ta'mlari bor. Ishonasanmi? Shuni ichganimdan keyin talantimga talant, ovozimga ovoz qo'shilyapti, kayfiyatimga kayfiyat qo'shilyapti. Ishonmasang bitta ichib ko'r. Devona ekan. Bo'lsamo mucho. Sal eshak tovoziga o'xshab qoldi. Ko'proq ichish kerak. Ichiyo. Qani, oilaviy ichamiz, kayfiyatimizga kayfiyat, quvonchimizga quvonch qo'shilsin. Abida. Paketga solib beraymi, faqat pulli? Qancha ekan? 300 so'm. Men to'layman paket pulini. Mana 300 so'm. Paketingizga 300 so'm to'lov qildim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yoza oling bundan. Necha? 97 lik, 3 ta 0, 4 ta 0. Bemalol. Nur bo'lsa ekan. O'lsan, o'l. 300 so'mga aldanding, ha? 5000 bersa nima qilayding? Narxing 300 so'mmi sani? O'rab tashar aka. Qizimni sinab berganingiz uchun rahmat sizga. Bergan pulimga roziman. Bu go'zalligim umrimning oxirigacha meni boqsa kerak. Bu go'zallikni ehtiyot qiling. Siz esa qizlardan ehtiyot bo'ling, shef. O'rab tashar. Ismi chiroyli ekan lekin. Mana sizga qo'yni quyrug'idan bitta somsa berdim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozing. 3 ta 1, 4 ta 2. Qalbim seniki. O'rab tashar ekan. Nahotki siz meni uddaladingiz. Nimani? Qalbimni egallab qo'ydingiz. Sizsiz dunyo qaromli endi. Menga qara. Sen bilan ishimiz tugagan. Endi bor, meni bezovta qilma. Bor yo'qol. Telefoningizga 750 so'm paynet qildim. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 3 ta 4, 4 ta 9. Xayolim o'g'illadi bitta ho'kiz. O'rab tashar ekan. O'sha kuni 300 so'm berganingizdan beri yuragim xasta. Sizsiz qalbimni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor, yo'qol, sen bilan ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa
Men ofisda mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu aminokeratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shuni sepsanglar bir pasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshga bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. Urib tashar ekan. Qalin pulus qancha ayting? Qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan. Manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, nayniki bilaman. Daka, manaqa. Ha, aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz. Mani tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lganimdan sizni gaplashyapman. Bu shunaqa, sevsa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda. Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagancha hozirda katta shef keladi. Ya sizdan ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasin, o'sha katta shefni yaxshilab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, yes qilamiz shefim. Ya assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyog'ingiz tagiga krokodil terisidan terib solaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushimga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avoda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim, nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Ya oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy, nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ani ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitta yeb ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang, o'zi nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'g'ali zo'r ekan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98. 41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Qani qilib. Esimdan chiqib qoldi. Shefim. Shefing o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? Haligi shef anaqa. Ya assalomu alaykum. Yuzidagi nurini qarab shefdi. Shefim, bitta mana shu hujjatga qo'l qo'yib bering. Pashol. Bo'ldi, tushundim. Qolganini aytmang. Tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q kelsan. Borda yeganing shotini to'la. Siz hali ketdi go'shtdan sho'rva qilib bermoqchi edingiz-ku. Qurt dobi-ye? Ha. O'zi ketim chiqib yotibdi.